Mana shu stollarni yaxshilab bezatinglar. Chet eldan mehmonim keladi, yana uyalib qolmay. Alo. Alo, assalomu alaykum Farhod aka. Keldingizmi? Va alaykum assalom. Shirin, yaxshimisiz? Ha, keldim. 2-3 soat bo'ldi. Yo'q, juda ham xursandman. Qachon ko'rishamiz? Bilasizmi? To'g'risini aytsam, mana shuni o'ylab turdim. Lekin hayotda bir-birimizni umuman ko'rmaganmiz. Meni to'g'ri qabul qilarmikinsiz? Voy, bu nima deganingiz? Men sizni yaxshi ko'raman-ku. Iltimos ko'rishaylik. Bo'pti, unda ko'rishamiz. Agar meni shu holatimda qabul qilganingda poyingga borimni sochardim. Ahmoq qiz. Nimaga bunday qilding-a? Qani endi yana bitta imkoniyat bo'lsa.